Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi navbatdagi video yo'riqnomamiz avtomobil sug'urtasini tekshirish yo'nalishida bo'ladi. Demak, biz odatdagidek MyGo'Uz ilovasi orqali, MyGo'Uz qo'lingizdagi o'sha qo'l telefoningizdagi aynan MyGo'Uz ilovasi orqali shu tartibda o'tib transport yo'nalishini tanlab olasiz. Shundan so'ng bu yerda aynan bizga kerak xizmatni avtomobil sug'urtasini tekshirish xizmati orqali keyingi tugmani bosib o'tamiz. Xizmat bepul, avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Demak, hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilib davom etamiz va shunda bizga yagonagina bir oyna ochiladi. Aynan o'sha avtomobilimizda o'zimiz avtotransportning raqamini va rusumini tanlab olamiz. Bu avtomatik tarzda bizda shu MyGo'Uz ilovasi o'sha yagona portalda ko'rinib turadi. Bu yerda arifmetik amalni bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, mavjud amal bajarilganidan so'ng bizga demak ana o'sha aynan shu oynani o'zida aynan sug'urta qaysi kompaniya tomonidan berilganligi, sug'urta turi, aynan cheklovli sug'urta, cheksiz bo'lishi mumkin. Endi foydalanuvchi sonini o'zingiz ko'paytirib, o'sha aynan transportdan foydalanadiganlarning ko'pchiligini kiritib to'xtab, cheksiz chegaralanmagan yo'nalishida ham sug'urta olish mumkin. Bunday holatda demak bizga chegaralanmagan degan mazmunda sug'urta turini chiqarib beradi. Sug'urta miqdori demak aynan amalga oshirilgan summa va sug'urtani amal qilish muddati ko'rsatilgan. Demak, sug'urtamiz rasmiylashtirilgan davri aynan 4-fevral 2025 da rasmiylashtirilgan va bu 3-fevral 26-yil 3-fevralga qadar davom etadi. Bugungi video yo'riqnomamiz aynan mana shu mavzuda qisqa video yo'riqnoma edi. Fursatdan foydalanib biz MyGo'Uz platformasidan manba sifatida foydalanishimizni takror aytib o'tmoqchimiz. Undan reklama qilish yoki boshqa biror maqsadlar ko'zlanmagan. Shunchaki siz fuqarolarimizga oddiy usulda qo'l telefoni yoki deylik kompyuterda jarayonni qanday boshqarishni ko'rsatishdan iborat. Tinglovchilar, biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa like bosing. Qo'llab-quvvatlash maqsadida umuman avtomashinasi bor do'stlarimizga, yaqinlarimizga jo'nating. Ularga naf tegib qolsa ajab emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.